Assalomu alaykum. Dipal S07 olmoqchi bo'lganlar uchun kichik bir ogohlantirish. Mashinani haydayotganimga уже 2 oydan oshdi. Xo'p, 5,5 ta benzin rasxod bo'ladi deyishadi. Unaqa bo'yicha va'da qilishadi, lekin mana polni bak bilan polni bakka 45 ta benzin ketadi. 270 km yurdim polni bak qilgandan keyin. Tepada ham 264 km ko'rsatyapti, lekin uncha yurmaydi. Polni bakim mana ko'rayotgan bo'lsanglar, уже bak yarimdan ham ancha o'tib qoldi. 270 km yurdim. 45 ta ketgan, anaqa ketsa, benzin ketsa bir 30 talar ishlatib bo'lindi-da уже. Taxminiy rashodda 30 ta bilan 270 yurdim. Qolgan 15 ta bilan yana qancha yuraman hisoblab olasizlar. Грубо говоря, 9-10 ta rasxod ketadi. Mana realniy ekonom rejimda yuraman. 9-10 ta o'zi ko'rsatib turgan ko'rsatkichi bo'yicha rasxod bo'lyapti. Lekin bular 508 yozadi. Qanday hisoblanadi bu 508 ni? Mana shunisiga tushunmayman. 508 o'zgarmaydi. 508. Oddiy rashodda ham ko'rinib turibdi. 9 ta 10 ta yeyapti mashina, lekin 508 ko'rsatuvra va'da qilganda ham 5-5,5 deb va'da qilishadi. Olmoqchi bo'lganim, Dipal olmoqchi bo'lganlar, benzin rasxodi shahar sharoitida 9-10 ta. 9-10 ta. Agar anaqa bo'lsa, dalniy yo'lda bo'lishi mumkin. 7-8 ta dalniy yo'lda edi. Shahar sharoitida 9-10 ta. Shunga qarab rashod overinglar. 5-5,5 degan gaplarga ishonmanglar. Tok rasxodini aytib o'tib ketaman. Tok rasxodi 200 ta va'da qiladi, lekin qishda 60-70 yuryapti. Yozda 150-160 yurib beradi deyishyapti.